Dünya Uyghur Qurultayı ve Avustraliyadaki Uyghur cemiyetlerining mas'ullaridan tarkib topgan bir hay'at 11 ayning 23 kuni Avstraliya parlamentida 12 nafar parlament a'zosi va hukumat rahbarlari bilan uchrashib bir qator talablarni yetkazgan. Erkin Asiya Radyosu'nun xabar qilishicha, Dünya Uyghur Qurultayı rahbarlari, lager shohidlari va Avstraliyada faoliyat elib berayotgan Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining rahbarlaridan tarkib topgan bir hay'at Avstraliya parlamentidagi o'qituvchi partiyalarning rahbarlari va bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishgan hamda Uyg'urlarning navbatdagi jiddiy ahvolini anglatgan. Xitoy yuqumini nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqining ishlarini sim bilan chigib o'ylariga qamagandan boshqa maxsus tayyorlangan atalmış ayrim qamash o'rinlariga majburiy qamab qirg'in qilishni davomlashtirmoqda. Gerçi Xitoyning bu qilmishlari xalqaro jamiyatga oshkora bir hodisaga aylangan bo'lsa-mu, biroq Xitoy Sharq Turkistonning har qaysi viloyat oblastlaridagi qamal markazlarini texmo kuchaytmoqda. Sharq Turkistondan tarqalgan bir senda ko'rsatilishicha, Xitoy Korlida Sharq Turkiston bo'yicha ko'lami eng cho'ng atalmış ayrim ko'zitish markazi nomidagi tutqun qilib solash o'rni qurib chiqqan. Alma şirketining Xitoydagi asosliq yanfon ishlab chiqarish zavodlaridagi yuzlagan xizmatchilar Xitoy rejimining yuqumini cheklash bahonasida qattiq tadbir qo'llanganligiga norozilik bildirib, bexatarlik xodimlari bilan to'qnashgan. Mazkur atalmış şirketning maosh tarqatmaganligi va yuqumning tarqalishidan ansirab boshlangan bo'lib, namoyishda nurg'un ishchilar yaralangan. Saqchilar namoyishchilarni bostirish uchun rayonga kelgan. Parcha yo'llanayotgan sinlarda ko'rsatilishicha, Xitoy saqchilar namoyishchilarni qattiq qo'lliq bilan bostirishga uringan bo'lib, namoyishchilar saqchilar bilan qattiq to'qnashgan. Tayland dengiz armiyasining qo'mondoni admiral Chong Pit o'zlarining 2017-yili Xitoy bilan imzolagan S-26T tuvan darajalik suvosti paraxodini setib olish kelishimidan chekinib chiqishi mumkinligini aytdi. Chong Pit Tayland dengiz armiyasining 12-oyda suvosti paraxodi turida Xitoy taraf bilan ko'rishadiganligini ta'kidlab, ularning suvosti paraxodida qaysi xil motorning ishlatiladiganligi haqida uchur bermasa kelishimdan chekinib chiqadiganligini bayon qildi. Amerika Xitoy iqtisod va bexatarlik tekshirish komiteti e'lon qilgan dokladga qaraganda, Xitoy tor hujumlarida Amerikadan zo'r darajada eshib ketgan. Dokladda hukumatning Xitoyning tor bo'shligi mashg'uloti, siyosiy va omillari haqidagi bugungi qadar eng tafsiliy bahosi ta'minlangan. Dokladda necha 10 minglagan Xitoy harbiy hakkerlari Amerikaga qarshi tor urushiga tayyorlik qilmoqda deyilgan.